Ba'zan taqdir bizni ogohlantirmasdan kutilmagan sinovga oladi. Bir qarashda oddiy sayohat, quvonchli dam olishdek tuyulgan voqea kimnidir butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Bu hikoya ikki insonning hayot uchun kurashi, yo'qotilgan umid va kutilmagan najot haqida. Va eng muhimi, u begona bir odamning o'limi qanday qilib ikki boshqa hayotni saqlab qolganini eslatadi. Assalomu alaykum, True Crime sevuvchi detektivlar. Sizlar bilan g'oyibona ko'rishayotganimdan juda xursandman. Har galgidek meni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lishni, fikr qoldirishni va yurakcha bosishni unutmang. Bu siz uchun juda oson, men uchun esa juda muhim. Endi esa hikoyaga o'tamiz. 2006-yil bahor edi. Internet hali bugundek cheksiz olam emas, ammo allaqachon taqdirni to'qnashtira boshlagan edi. Shunday onlayn tasodiflardan biri Brandon Day va Jenna Allen o'rtasida yuz berdi. Brandon Jennaning MySpace'dagi profilini ko'rib unga yozdi. Yengil yozishmalar edi, ammo vaqt o'tgan sayin bu ikki notanish insonning yozishmalari tunlarga cho'zildi. Ular ilk bor uchrashganida go'yo ko'p yillardan beri tanishdek his qilishdi. Brandon darrov sezdi. Jenna nafaqat chiroyli, balki tabiiy, soddaligi bilan ham ajralib turardi. Jenna esa keyinroq dugonalariga shunday degan edi. U haqiqiy jentelmen, juda e'tiborli, muloyim, odobi joyida, hazili ham yoqimli. Ikkinchi uchrashuv esa yanada yaqinlik olib keldi. Brandon Jennaning sportga qiziqishini bilib, uni Rangers o'yiniga olib bordi. Stadionning shovqini, sahna chiroqlari, birga kulgu va hayajon, bular ularni yanada yaqinlashtirdi. O'sha kuni Brandon so'z orasida aytib qoldi. May oyida Palm Springsga xizmat safariga boraman. Agar istasang men bilan bor. Ish safaridan ko'ra ta'tilga o'xshaydi. Kuniga 2 soat yig'ilish, qolgan vaqt esa dam olishim mumkin. Jenna kulib yubordi, lekin Brandon jiddiy edi. Jenna biroz o'yladi va rozi bo'ldi. Shunday qilib ularning 5-uchrashuvi butun bir sayohatga aylandi. Palm Springsdagi quyosh issiq, osmon tiniq, havo esa iliq edi. Brandon kunning bir qismini yig'ilishlarda o'tkazardi. Jenna esa basseyn yonida quyoshda toblanib, dugonalari bilan telefonda suhbatlashardi. Tushdan keyin esa ular shahar kezishar, kechqurun esa jonli musiqa yangraydigan kichik kafega borishar, vino ustida kulishar, raqs tushishardi. Konferensiyaning so'nggi kuni butunlay bo'sh qoldi. Shu kuni tashkilotchilar xodimlarga kutilmagan sovg'a e'lon qilishdi. Xohlaganlar bepul bir kunlik ekskursiyaga borishlari mumkin edi. Variantlar turlicha edi. Cho'l bo'ylab jip safari, mashhur kishilarning uylari bo'ylab sayr, ot minish, golf yoki San Jacinto tog'iga kanat yo'l orqali chiqish edi. Brandon bilan Jenna biroz o'ylashdi va bir qarorga kelishdi. Kel toqqa chiqamiz, havo tiniq, manzara chiroyli, dedi Brandon. Bukletdagi so'zlar ularga ilhom berardi. Go'zal manzaralardan bahra oling, suvenir do'konimizdan sovg'alar xarid qiling, ekzotik oshxonamizdan mazali taomlardan bahra oling. Bu sayohat ularning hayotidagi eng keskin burilish bo'ladi. Tongda ular charchagan bo'lishlariga qaramay yo'lga chiqishdi. Bar kechasidagi raqs va ichimliklardan so'ng sayr havosi foydali tuyuldi. San Jacinto Janubiy Kaliforniyaning eng baland cho'qqilaridan biri, balandligi qariyb 3,5 ming kilometr. Palm Springsdagi jazirama issiqdan atigi 12 daqiqada funikulyor ularni osmon tomon olib chiqdi. Pastda 30 daraja issiq, tepada esa qor yotardi. Havo bilan birga ularning kayfiyati ham o'zgardi. Har daqiqa yengillik va ozodlik hissi ortib borardi. Brandon shim kiygan, Jenna esa yupqa sport leginsi edi. Har ikkovlari qo'llariga sviterlar tashlab olishgandi. Yonlarida faqat zarur narsalar: kamera, quyoshdan himoya qiluvchi krem va kichik hamyon. Funikulyor yuqoriga ko'tarilar ekan, ular jim o'tirishardi. Ammo bu jimlik noqulay emasdi. Tabiat oldidagi hayrat edi. Aylanayotgan kabinadan 360 darajada manzara ochilardi. Pastda cho'l, oldinda tog' tizmalari. Bu joyda ko'p filmlar suratga olingani bejiz emas edi. Hammasi shu joydagi go'zal, lekin xavfli jozibani tasvirlagan edi. Funikulyor to'xtadi. Gid jilmayib dedi: 2 soatdan keyin shu joyda uchrashamiz. Odamlar bar tomon yo'nalishdi. Brandon va Jenna esa tinchroq yo'lni tanlashdi. Dastlab yo'l silliq, qulay edi. Keyin esa loyli tuproqqa aylandi. Ular orqaga qaramay yurishdi. Qarama-qarshi yo'nalishda ryukzakli sayyohlar, bola ko'targan oilalar chiqib kelardi. Yo'l-yo'lakay kimdir ularga dedi: "Oxirgacha boringlar, u yerdagi manzara unutilmaydi. Tizzangizdan kuch ketadi, lekin arziydi." Ular jilmayishdi. Bu so'z ularga kuch berdi. Atrofda granit toshlar, yashil daraxtlar, yerda oq qor bo'laklari. Havo tetik, lekin sokin. Ular kulishib,
qor uloqtirishardi. Ba'zan to'xtab bir-birlarini quchoqlashardi. Quyosh porlab, osmon tiniq. Bu ularning eng baxtli kunlaridan biri edi. Jina pastga qaradi. Cho'l quyida, tog'lar esa go'yo ramka kabi o'rab turardi. Brendon, qaragin, dedi u hayrat bilan. Go'yo bu dunyo faqat biz uchun yaratilgandek. Brendon jilmaydi, kamerani oldi. Ha, bu bizning kunimiz, dedi u. Shunda quloqlariga suv shovqini eshitildi. Bu sharshara, dedi Jina hayajon bilan. Yur boraylik. Ular yo'lga tushdi. Ammo har qadam bilan yo'l og'irlashar. Toshlar sirpanib, so'qmoq to'rayib borardi. Mana endi yaqinlashdik deb o'ylaganlarida sharshara hali ham uzoqda edi. Ammo ular to'xtamadilar. Bu kun mukammal boshlangan edi. Ular bu go'zallikni oxirigacha yetmoqchi edilar. Ular hali bilishmasdi tabiatning go'zalligi orqasida qanday sinov yashiringanini. Ular hali ham sharshara tomon yurishardi. Suvning shovqini tobora yaqin, lekin baribir uzoq eshitilardi. Qattiq toshlar, sirpanchiq yo'lak, sovuq havo, bularning bari sayohatni asta-sekin sinovga aylantirardi. Nihoyat ular sharsharaga chiqib kelishdi. Ammo kutilgandek ulkan emas edi. Oqayotgan suv kichik sharshara edi, ammo baland shovqin bilan pastga tushardi. Jina kulimsirab dedi: "Shuncha yurib mana shuni topdikmi?" Brendon yelka qisdi, lekin u ham jilmaydi. "Hech bo'lmasa suratga tushamiz, mehnat bekor ketmasin." Ular suratga tushdi. Quyosh bulut orasidan chiqib, suv tomchilarini yaltiratardi. Go'yo osmon ularni kuzatayotgandek. Ularda hali 1 soatdan ortiq vaqt bor edi. Brendon shunday dedi: "Yur, bar tomon yuramiz. Biror ichimlik ichamiz, keyin funikularga qaytamiz." Ammo tog' bu o'z qonunlari bilan yashaydigan dunyo. Ular pastga tushish o'rniga qandaydir burilishda yo'lni adashtirib qo'yishdi. Avval yo'l tanish tuyuldi, lekin asta-sekin manzara o'zgara boshladi. Endi atrofda yo'l belgilari yo'q, daraxtlar ham bir xil, yo'nalish esa noaniq edi. Oradan ko'p vaqt o'tdi. Ular yurishar, lekin pastlik ko'rinmas. Tepada cho'qqi yo'q edi. Atrof faqat jimlik. Birdan uzoqdan inson ovozi eshitildi. Brendon quloq soldi. "Eshityapsanmi? Ular shu tomonda", dedi u. Ular ovoz kelgan yoqqa qarab yurishdi, lekin tovush kutilmaganda yo'qoldi. Tog'lar ovozni o'ynardi. U bir tomondan kelayotgandek tuyulardi, lekin boshqa tomondan qaytar edi. Jina yuragida sovuq his qildi. U lablarini tishlab, Brendon ortidan jim yurishda davom etdi. Ammo bu jimlik ichida qo'rquv ortib borardi. "Brendon, biz yo'ldan adashdikmi?" dedi nihoyat. Brendon bir zum to'xtadi. U bunga ishonmoqchi emasdi. Yuragidagi ovoz "Tinch bo'l, chiqamiz" deb takrorlardi. Ammo vaqt o'tayotgan sayin u ham o'zini ishontira olmay qoldi. Quyosh sekin pasayardi. Havoning harorati tezda tushdi. Jina o'zini qo'lga olishga harakat qildi. "Faqat yig'lama, faqat tinch bo'l" deb ichida takrorlardi. U Brendonni atigi 1 oydan beri bilar, lekin hozir u butun umidi bo'lib qolgandi. Brendon esa jim yurardi. Uning ichida ortayotgan qo'rquvni sezish qiyin emasdi. U yordam so'rashni istamasdi. Bu unga mag'lubiyatni tan olishdek tuyulardi. Ammo quyosh g'arbga og'ayotgan sari umid so'na boshladi. Bir necha soatdan so'ng Brendon to'xtadi. Chuqur nafas olib, tog' orasiga qichqirdi: "Hey, bu yerda kimdir bormi?" Jimlik. Faqat qushlarning uzoqdagi chinqirig'i va shamollarning shitirlashi. Jina yig'lab yubordi. Endi u butun ovozi bilan baqirdi: "Yordam bering, iltimos, biz adashdik." Ammo tog' javob qaytarmadi. Va o'sha paytda pastda funikulyar stansiyasida ularning guruhi allaqachon Palm Springsga qaytish uchun avtobusga o'tirayotgan edi. Hech kim Brendon va Jinani tog'da qolib ketganini bilmasdi. Haydovchi o'yladi, yoshlar shunchaki pastga o'zlari tushgan bo'lishsa kerak. Gid ham ularni kutmadi. Ammo tepadagi tog'da hayot uchun kurash endigina boshlanayotgan edi. Quyosh botdi, havo keskin sovidi. Tog'ning jimligi ichida shamol o'tkir pichoqdek yuzlarini kesardi. Ular endi qayerda ekanligini bilmas, faqat suvning gumburlash yo'nalishini sezishardi. Brendon suv bo'yida katta va tekis kenglik topdi. "Shu yerda o'tiramiz. Agar qidiruvchilar chiqishsa, aniq joyda bizni ko'rishadi." Ular bir-biriga yaqinlashib o'tirishdi. Shamol yuzlarini kesa boshladi. Oyoqlari uvishib ketgan edi. Jina titrab dedi: "Biz bu sovuqda tong o'tira olamizmi?" U bardosh bera olmadi. Ko'z yoshlari yuziga oqib tushdi. Brendon uni bag'riga oldi. Pichirladi: "Kechir meni. Men seni bu holatga olib keldim." Jina bosh chayqadi. "Yo'q, biz bu yo'lni birga tanladik. Men seni ayblamayman." Shamol kuchayib borardi. Ular sovuqdan saqlanish uchun panaroq joy izlashardi. Qorong'ulik qo'rqinchli edi, lekin sovuq undan ham yovuzroq. Shunda Brendon tog' yonbag'rida
kichik bir g'orni payqadi. Kamera vspышкasidan foydalanib, ichkarida hech kim yo'qligiga ishonch hosil qildi. G'or kichik va bo'sh edi. Ikkovlariga yetardi. "Yur", dedi u. "Shu yerda tunaymiz." G'or ichida shamol to'silgan, havo biroz iliqroq edi. Brendan har yarim soatda turib, yugurib, tanasini qizdirar edi. U bilardi, sovuqda tinch o'tirish o'lim bilan teng. Har safar barmoqlarini sezmay qolsa, yugurishga harakat qilardi. Vaqt sekin o'tar, har daqiqa abadiyatga teng tuyulardi. Jina uning yelkasiga boshini qo'yganicha ko'zlarini yumdi. Tashqarida esa tog' qorong'ulikni yutib, ularning sukutini o'z bag'rida asrayotgandek edi. Tong nihoyat otdi. Quyosh tog' ortidan bosh ko'tardi. Brendan bilan Jina yengil nafas olishdi. Eng yomoni o'tib ketdi deb o'ylashdi. Lekin bu tun nafaqat ularning kuchini, balki munosabatlarini ham sinovdan o'tkazgan edi. Brendan jim o'tirib o'ylardi. U o'qigan maqolani esladi. Yo'qolganlarning ko'pchiligi qutqaruvchilarni kutmay tobora uzoqlashishadi. Shu bois u qaror qildi, joyida qolishadi. Ammo bu qaror og'ir edi. Ularning yo'qligini hali hech kim sezmagan. Qidiruv hali boshlanmagan edi. Otel xonasi hali tushlikkacha bo'shatilmaydi. Demak, hech kim ularni hozircha izlamaydi. Vaqt o'tayapti, suv shovqini ularning umidini ham bosib ketayotgandek. Brendan shivirlagandek dedi: "Ular bugun bizni izlashmaydi." Bu so'z Jinaning yuragini ezdi. Ikkinchi tunni ham shu sovuqda o'tkazish dahshat edi. Brendan qaror qildi. "Yur, ketamiz, yuqoriga chiqamiz, iz qoldiramiz." Jina bosh irg'adi. U sport to'pini yechib, toshga ilib qo'ydi. Kimdir kelsa, biz shu yerdan o'tganimizni biladi. Yo'l og'irlashdi. Ular emaklab, sirpanib yurishardi. Har bir qadam sinovga aylandi. Nihoyat ular cho'qqiga chiqishdi. Ammo kutilgan manzara yo'q edi. Butunlay boshqa tog'da va boshqa yo'nalishda edilar. Pastda o'rmon yoyilgan, uzoqda ingichka daryo chizig'i. Brendan dedi: "Suv odatda odam yashaydigan joyga olib boradi. Daryo yoqasidan yuramiz." Ular daryo bo'ylab yurisharkan, yo'l sirpanchiq, tik va xavfli edi. Har bir qadam og'riq bilan to'la, har bir nafas sinov edi. Brendanning oyoqlari titrardi, lekin u to'xtamadi. U har safar orqaga qaraganda oqarib ketgan Jinani ko'rardi. Lablari qurib ketgandi. Unga hali oz qoldi degan so'zlar bilan kuchli dalda berardi. Garchi o'zi ham bunga to'liq ishonmasa-da. Ular soatlab yurishdi. Havoda jazirama issiqlik, ammo ular baribir sovuqdan titrashar edi. Bu holdan to'ygan tananing holsizligi edi. Ularning lablari quruq, tomoqlari achishgan edi. Nihoyat ular taslim bo'lishdi. Daryodan suv ichishdi. Sovuq, tiniq, hayot bag'ishlagandek tuyulgan suv ularni biroz jonlantirdi. Atrofda yashil o'simliklar, sarg'ish qarag'aylar, past emanlar, oq archalar, lekin bu o'simliklar orasida o'tish oson emasdi. Har bir shox tanaga tirnashib, qo'l va oyoqlarini yulib tashlardi. Bir mahal holdan toygan Brendan unga qarab shivirladi: "Men seni sevaman." Jina unga tikilib javob berdi: "Men ham seni. Biz bu yerdan birgalikda chiqamiz." Yo'l tobora xavfli bo'lib qoldi. Ular daryo ustiga qulagan katta daraxt tanasidan o'tishga majbur bo'lishdi. Brendan birinchi bo'lib qadam tashladi. U o'rtasiga yetganida daraxt qarsillab sinib ketdi. Brendan muzdek suvga quladi. Kiyimlari beligacha ho'l, lablari ko'kargan edi. Jina uning oyoqlarini ko'tarib, nam paypoqlarini yechdi. O'zining issiq paypoqlarini unga kiyg'azdi. So'ng sovuqdan muzlab qolgan oyoqlarini bag'riga bosib isitdi. Ikkinchi kun o'tgan kechadan sal iliqroq edi, lekin hali ham og'ir edi. Tanani qizdirishga harakat qilishdi. Tong otganda Jina Brendanning ko'zoynagini olib, o'z aksiga qaradi. Lablari yorilgan, yuzi loy, ko'mirday chizilgan, ko'zlari shishgan. U o'zini tanimadi. Endi tashqi ko'rinishning ahamiyati yo'q deb o'yladi. Kiyimlari quyoshda qurigach, yo'lni davom ettirishdi. Soat 5lar atrofida ular uzoqdan g'alati narsa ko'rishdi. Xuddi chodirga o'xshash, hayajon bilan yugurishdi. Yuraklari umid bilan to'lib, ammo yaqinlashgach, ko'ngillari cho'kdi. Bu joy qarovsiz, eski lager edi. Yer loy, metall idishlar zanglagan, odam izi yo'q. Ammo eng g'alatisi chodir yonida yotgan deyarli yangi sport krossovkalari va ko'zoynak edi. Jina titrab dedi: "Nega bu yerda? Axir bularni hech kim tashlab ketmaydi-ku." Ular atrofni kuzatishdi, lekin hech kimni topmadilar. Yordam so'rab baqirishdi, ammo tog' faqat ularning ovozini yutdi. Shunda Jina suv bo'yida bir ryukzakni ko'rdi. U suv bilan yuvilgan, lekin ichidagi narsalar joyida edi. Dorilar, junli kofta, kompas, hamyon, kichkina metall idish va kundalik. Xaritaning chetida yozuvlar bor edi. Sana 8-may. Brendan, bu bugungi sana, dedi Jina. Demak, kimdir shu yerda, ammo u kichik bir detaldan bexabar edi. Yozuvdagi yil 2005-yil. Ularning yili esa 2006-yil edi. Kundalik egasining ismi hamyonga yozilgan edi. John Yosef Donovan.
Ularning yuraklari sekin urardi. Brennan past ovozda o'qiy boshladi. 3-may Idlewild shahriga yo'l topa olmadim. 4-may lagerda qoldim. Yiqildim. Yaram og'riyapti. Signal yo'q. Olov chiqarmoqchi bo'ldim. Qor nam. 5-may yegulik sanadim. 12 ta kreker qoldi. 8-may men juda zaifman. Endi bu kanyondan chiqa olmayman. 11-may men bugun 60 yoshga to'ldim. Faqat 2 ta kreker qoldi. Men bilaman, hech kim meni qidirmayapti, lekin baribir umid qilaman. 14-may agar kimdir bu yozuvni topsa, meni Virjiniya shtatining Ameli okrugi qabristoniga dafn eting. So'nggi satr esa yurakni muzlatdi. Men sizlarni barchangizni sevaman. Bu so'zlar Jon Donovanning vidolashuv xati edi. Jina sekin ovozda qaltirab gapirdi. U shu yerda o'lganmi? Brennan bosh irg'adi. Demak, biz bu joydan chiqishimiz kerak. Hoziroq. Bu tog' odamlarga shafqat qilmaydi. Ular ryukzakni joyida qoldirishdi. Bu endi qutqaruvchilarga iz bo'lib qoladi. Jon Yozef Donovan Pensilvaniya shtatining Pittsburg shahrida tug'ilgan edi. Oddiy ishchi oilasining farzandi. Uning otasi u hali chaqaloq paytida oilani tark etgan. Onasi esa o'g'li 10 yoshga to'lganida vafot etgan. Shundan keyin Jonning butun bolaligi katolik bolalar uyida o'tdi. Uni yaqindan bilmagan odamlar ko'pincha uni qo'pol, odobsiz deb o'ylashardi. U juda so'kong'ich inson edi. Lekin uni biroz bo'lsa ham taniganlar boshqacha gapirishardi. Ular aytishardi, Jon aslida juda mehribon, saxovatli odam edi. U bir kuni yaqin do'stlaridan biriga shunday degan: "Mening eng katta qo'rquvim yolg'iz o'lish. Shu bois u sayohatlarda bo'lmagan paytda Pittsburgdagi markaziy shifoxonaga borardi. U yerda yolg'iz, og'ir kasal odamlarga hamroh bo'lardi. Ularni shahar bo'ylab sayrga olib chiqardi, kinoga, teatrga olib borardi. Ba'zan shunchaki yonlarida o'tirib suhbatlashardi. Shunga qaramay Jonning o'zi ham yolg'iz edi. U hech kimni yuragiga yaqin yo'latmasdi. O'z his-tuyg'ularini yashirar, hayotning ko'p qismini yolg'izlikda o'tkazardi. U hech qachon uylanmagan, farzand ko'rmagan, aka-ukalari va opa-singillari ham yo'q edi. O'zi hayot haqida gapirishni yoqtirmasdi. Dengizda o'tgan 15 yil haqida ham hech kim hech narsa bilmasdi. Nima uchun u har safar tog'larga, yolg'iz sayohatlarga shunchalik tortilishini ham hech kim tushuna olmasdi. Ammo bir narsa aniq edi. U tabiatni yaxshi bilardi. Har yili kamida 100 kun yovvoyi sharoitda o'tkazardi. U yengil sayohat qilardi. Chodir o'rniga tentni, qo'lqop o'rniga paypoqlarni ishlatardi. Yonida har doim bir shisha o'ziga yoqqan viski bo'lardi. Bu uning yagona hamrohi edi. 2005-yil may oyida qorli bo'ron paytida Jon yana yo'lga chiqdi. Tajribali sayyohlar chiqmaslikni maslahat berishsa-da, lekin u baribir yo'lga chiqdi va o'sha bo'ronda izsiz ketdi. Qor va tuman ortida u o'zining eng katta qo'rquvi, yolg'iz o'lim bilan yuzma-yuz keldi. Ammo uning o'limi befoyda bo'lmadi. U o'zini bilmagan, hatto yuzini ko'rmagan ikki insonning hayotini saqlab qoldi. Jon Yozef Donovan AQSh harbiy dengiz kuchlari faxriysi topilganidan so'ng harbiy sharaf bilan dafn etildi. U xuddi o'zi istagandek Virjiniya shtatining Ameli okrugidagi qabristonga qo'yildi. Uning hayoti tinchlikda yakun topdi, lekin uning hikoyasi abadiy yashab qoldi. Bu joy nihoyatda go'zal edi, lekin o'zi bilan xavfni ham olib keladigan joy. Brendan taslim bo'lishni istamadi. U Jonning narsalarini birma-bir ko'ra boshladi. Maqsadi oddiy edi. Gugurt qutisini topish. Har qanday sayohatchida gugurt bo'lishi shart. Jon ham kundaligida o't yoqqanini yozgan edi. Demak, qutida hali gugurt bo'lishi kerak deb o'yladi. U shunday o'ylab, kichkina paketchani ochdi va ichida butunlay quruq, yaxshi saqlangan gugurt qutisini topdi. Ichida 25 dona gugurt cho'plari bor edi. Ular sharshara yonida signal o'ti yoqishga qaror qildilar. Jonning lageridan tentni olib, o'zlari uchun vaqtinchalik joy tayyorlashdi. Qolgan narsalarni ham joylashtirishdi. O't yoqishlari bilan uzoqdan vertolyot tovushi eshitildi. Bu ular uchun mo'jiza kabi tuyuldi. Jina shoshilinch qo'lini silkita boshladi. Brendan esa yonayotgan tayoqni yuqoriga ko'tarib, belgi berishga harakat qildi. Ammo vertolyot juda uzoqda edi. Bir necha soniya ichida u tog' ortiga g'oyib bo'ldi. 15 daqiqa o'tib yana paydo bo'ldi, yana yo'qoldi. Shunday qilib bu hol 4 marta takrorlandi. Ular esa bilishmasdi. O'sha vertolyot faqat turistlarni olib o'tadigan oddiy havo transporti edi. Hech kim ularni qidirmayotgan edi. Qorong'ulik tushdi. Brendan va Jina tog'da 3-tunni o'tkazishlarini tushunishdi. Ammo bu safar o't, kiyim va tent tufayli tun avvalgiga nisbatan bardoshliroq bo'ldi. Ertasi kuni 4-kun bo'ldi. 72 soat davomida ovqatsiz, sovuqda va charchagan holda. Brendan o'zini juda yomon his qilardi.
Hayotida hech qachon bunchalik holdan toygan emas edi. Jina esa endi tura olmasdi. Brendon suv olib kelmoqchi bo'ldi. Jina uni ketishidan to'xtatmoqchi edi, lekin Brendon baribir pastga tushdi. U pastga sharshara tomon bordi va u yerda suv orasida Jon Donovanning jasadini ko'rdi. Bu manzara Brendon uchun so'nggi zarba bo'ldi. U darhol lagerga qaytib, Jinaga qarab dedi: "Men bu joyni yoqaman. Butun bu la'natlangan tog'ni yoqaman." Jina esa past ovozda shunchaki aytdi: "Shunday qil, Brendon." Brendon lagerdan uzoqlashdi. Olov ularning lageriga yetib kelmasligi uchun, yomg'irlar bo'lmagani uchun o't tez tarqaldi. Jina uzoqdan daraxtlarning birin-ketin yonayotganini ko'rdi. Toza osmon tomon qalin qora tutun ko'tarildi. Ular toshlar orasida o'tirib kutishardi. Brendon o't so'nayotganini ko'rdi va umidsizlikka tushdi. Ammo bir payt eng go'zal tovush yangradi. Qutqaruv vertolyotining shovqini. Ular nihoyat topilgan edi. Jinaga o'sha damda sof baxt tuyuldi. U ilgari bunday tuyg'uni his qilmagan edi. Vertolyot ko'tarilganda ular pastga qarashdi. Ular yo'lning hatto yarmini ham bosib o'tmagan ekan. Bu esa ularning holati qanchalik og'ir bo'lganini anglatardi. Jina Brendonga o'girilib dedi: "Sen mening hayotimni saqlab qolding." Brendon esa qutqaruvchilarga aytdi: "Men Jon Donovanning jasadini topdim." Jina hayratda edi. U bu haqida bilmas edi. Qutqaruvchilar esa bu nomni darhol tanishdi. Ular o'tgan yili Jon qidiruvida qatnashgan edilar. Radio uzatgich orqali bu yangilikni zudlik bilan yetkazishdi. Jina esa jim o'tirardi. Vertolyot oynasidan cheksiz tog'lar va o'rmonlarga qarab o'ylardi. Agar ular Jon Donovanning sumkasini topmaganida, balki o'zlari ham qutqarilmagan bo'lardilar. Uning hayoti tugadi, lekin shu orqali ikki hayot saqlanib qoldi. Brendon va Jina o'sha voqealardan so'ng yana 2 yil davomida birga bo'lishdi. Ularni birlashtirgan narsa o'sha tog', o'sha sinov, o'sha hayot uchun kurash edi. Ammo vaqt o'tgan sayin hayot o'z yo'liga tushdi. Ularning yo'llari asta-sekin farq qila boshladi. Ular ajralishdi, janjalsiz, alamli so'zlarsiz, shunchaki tinch, og'riqli xayrlashuv bilan. Bugun ham ular bir-birlari haqida eng yaxshi so'zlarni aytishadi. Jina doim shunday deydi: "Brendon mening hayotimni saqlab qoldi. U o'sha tog'da men uchun haqiqiy qahramon edi." Brendon esa javoban aytadi: "Jina men tanigan eng jasur ayol. U bo'lmaganida men o'sha yerdan chiqolmagan bo'lardim."